Muborak Ramazon oyi yaqinlashishi munosabati bilan yurtimizda ma'naviy, ma'rifiy tadbirlarga, xususan masjidlarda namozxonlar uchun qulay va xavfsiz sharoitlar yaratishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Joriy yilning 18-fevralidan 18-martiga qadar respublikamiz bo'ylab jami 64 ta masjidda taroveh namozlari ado etilishi rejalashtirilgan. Ushbu jarayonda fuqarolarning xavfsizligini ta'minlash va yo'llarda tirbandliklarning oldini olish maqsadida jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan tizimli o'rganish ishlari olib borilmoqda. Xususan Nukus shahridagi Imom Eshon Muhammad jome masjidi va uning atrofidagi hududlar to'liq ko'rikdan o'tkazildi. Xavfsizlik choralarini kuchaytirish maqsadida bir qator texnik va tashkiliy ishlar amalga oshirildi. Xususan masjidga tutash ko'chalardagi yo'l belgilarining holati, piyodalar o'tish joylari va yo'l chiziqlarining ko'rinuvchanligi qayta tekshirilib, kamchiliklar bartaraf etildi. Namoz vaqtida transport vositalari va piyodalar oqimini to'g'ri yo'naltirish uchun mavjud svetoforlarning sozligi va ishlash rejimlari optimallashtirildi. Keluvchi namozxonlarning avtotransport vositalari tartibli joylashtirilishini ta'minlash maqsadida maxsus to'xtash joylari tayyorlandi. Jamoat tartibini saqlash va kutilmagan vaziyatlarning oldini olish maqsadida hududdagi video kuzatuv kameralarining texnik sozligi hamda tungi vaqtda ishlash imkoniyatlari sinchiklab o'rganildi. Bu kabi tizimli chora-tadbirlar muqaddas oy davomida yurtdoshlarimizning xavfsiz va fayzli muhitda ibodat qilishlari uchun mustahkam zamin yaratadi. Zero yurt tinchligi va fuqarolar osoyishtaligi eng oliy maqsaddir. Yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi barcha haydovchilardan masjidlar atrofida harakatlanganda hushyorlikni oshirishni va yo'l harakati qoidalariga qat'iy amal qilishni so'rab qoladi.